Heyo, barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek o'sha Madlen. Bugun yana bir bora sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Andushi rahmat. Kichkina kanalim o'zi 9000 ta podpiska qilib Hammalarga podpiska uchun rahmat aytaman va bugun o'yinimizga Vini qo'shilibdi. Bugun shu Vini'ni olmasak bo'lmaydi. Bilaman, ko'pinglar meni Vini'ni qanday o'ynatishim bilan taniysizlar. Shuning uchun sekin videoga o'taveramiz jigarlar. Qani bo'lsa ketdik. Jigarlarim, unda sekin videoga o'taveramiz. Birinchi yangiligim sizlarga 2 ta draft ololmaganlarga FC Mobile mana shu 2 ta 117 ni spetsalniy beradigan bo'ldi. Mendan bitta 117 tushadi. Bu yerdan ko'rsanglar bo'ladi kimlarga berishini. Endi 117 ni o'zini nima qilib qo'yibdi, kimligini aytmabdi. Chempionlar Ligasidan bitta o'yinchini berar ekan. Bu yerda bo'lsa, любой o'yinchilar tushib qolishi mumkin. Ashlardan bittasini tanlaysizlar. Bu menimcha hammaga yangilik. Bugun ertalab turgan paytinglar bu videoni ko'rayotganinglarda bilaman, Chempionlar Ligasini ko'p odam olgan bo'ladi. Yana bitta savol bo'lishi mumkin. Nimaga menga bermadi? Nimaga menda ko'rinmadi degan savolga hozirda o'zida javob aytib ketaman. Siz backpayti 2 ta draft olgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun sizlarga bu tekin o'yinchini bermayotgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, unda jigarlar Vini'ga o'tamiz. Vini tezligi 203 kelgan va bizda garantga 17 ta qolgan. 17 taning ichida menimcha Vini tushamiz degan umiddaman. O'sha olmasam endi bilmayman. Qani bo'lmasa sekin ochaveramiz bismillah deb aytib. Bam Vini tushib bersa, xursand bo'lardim o'ta. O yaxshi yurib ketdi. No, o'ta zo'r yurmadi. Hop, pravый защитник. Liverpool kim bu? Bradley ekan jigarlar. Bradley. O'yinda tovushini sal pasaytirib qo'yaman. Nimasini effekti bor ekan. Bradley. O'zi ham eng oxirdagi o'yinchini ushyapmiz-da. Bu o'yinda tezroq emblema ham full olsa yaxshi bo'lardi. Qani? Bu ham yaxshi o'yinchi lekin yurib ketdi. Portugaliya, Uratar, Sporting, Rui Silva. Bizga jigarim iltimos qilaman. 117 bersam 116 bo'lib bizni garantimizni olib qo'ymasin. Qani? Bismillah. Yo'q. Vini tushib bersa atak kursam bo'lardi, o'ta. 10 ta qoldi. 9 ta. Lekin haligachaligini yurmayapti. 116 tushib olmasa bo'ldi. Qolgan hammasiga tayyormiz. Portugaliya, yana Rui Silva. 5 ta. Atak yaxshilik yurdi, lekin ko'p emas deb o'ylayman. Niderlandiya, Sop, Liverpool. Gravenberg 115 o'yinda. 5 ta qoldi. Vini, пожалуйста, Vini deb ber. Vini deb bersa o'ta xursand bo'lib ketardim lekin. 2 ta qoldi. Mana shu 2 tani Abdushi hurmat qilib podpiska bosganlar uchun. Podpiskani ko'rib turibsizlar, 9000 ta bo'ldik. Xudo xolasa bu ikkinchi kanal, birinchi kanalimiz bilganinglar deb olib ketdi. Endi ochilmashini bilolman. Video qo'ysam bo'ldi, lekin streamga hali ruxsat bermadi. Shuning uchun podpiska bosib qo'ysanglar bu kanalda Abdushi hammasini qilamiz. Yo'q. Oxirgisi bittalik yoki Vini yoki 116. Oldagi Ramirez tushib olmasin. Qani bismillah. Hop. Bam. Angliya sizi Geroy va 116 mi? Richards, voy bratim, kerak Mercedes u menga. Rafael Leao bosvaraymi?
Давайте Liao'dan bitta 10 tali bosamiz jigarlar. Qani bismillah. Chataq ish qildi lekin akam. 116 berib. Sap. Men bugun nima? Omadim yo'qmi bugun? Давайте workout o'yingacha bedan ochaman. No, давай hammasini ochaver. Hammasini mashinga sarflayman. Beradimi yo'qmi qiziqmas endi. Umuman bermayman deyapti brat nimagadir. Hozir bitta workout o'yingandan keyin nima ochaveraman? 10 tali ochaveraman. No baribir Vinny'ni olaman. Hozir jetonga bo'lsa ham olib chiqib ketaman Vinny'ni, chunki menga Vinny kerak. Papa Sporting kim bu? Shuni o'rniga Vinny deringlar, davaychi mana bitta 10 tali. 10 talida ham nimamiz yurmadi. Italia Papa Liverpool. Kim bu? Chiesa, Federico Chiesa. Давайте, yana bitta 10 talik. Bismillah. Vinny'ni ber iltimos. Portugaliya. Vratar. Voy. Maqsad nima? Bermaslik. Maqsad bular maqsadi nima? O'zi shunaqa, doim kerakli o'yinchilarni bermaydi. Ispaniya, Levi Zashitnik, Barcelona va Gerard Martin. 68 ta. Nimaga bermaysanmi? Просто tak yurgisi kelmadi. Давайте o'yinchi olaylik. Ramadanga o'tamiz. Просто так yebать. FC просто так xohlamadi bizga o'yinchi berishdi. 7 ta nimadan hozir. 4 ta umuman tushmaydi deb o'ylayman. Yani bilmadim. Qo'limdan meni kim sev? Bu maqsad jigarim. Hoppana. Tak. Nu bir dona B'dan tushadi. Pol B'dan. Rudigermi birontasini bermagan desam, yana bergan o'yinchini beryapti. Mana shu biratni yo'qotvaringlar, iltimos. Qamavaringlar, iltimos. Endi nima qilsam ekan? Abmenga tiqib o'yinchilarda men qaranglar, o'yinchilar. Shuni tiqib turib nimadagi o'yinchilarni olsammikin? Yo'q, Saliba qaytsin, Salibani o'rniga Vinny tiqamiz. 435 ta bo'ladi. Shunda 10 taga mana bu ikkalasini olsak va qolganlar qolsa shunday qolaveradi. Xo'p jigarlar, 425 ta bilan qoldik. Endi mana turib turadi. Hozir men kechki paytki soat sizlar ko'rinmayaptim. 1 da video olyapman. Bu yerdan ko'rsatib qo'y. Soat 1 da videoga olyapman. Endi ertalabki 117 ni olaman, uni ham videosini qilib bunga qo'shib yoraman. Hozir sizlarga просто переход olib shupida ertalabki videoga o'tib ketamiz. Xo'p jigarlarim, e'tibor bermaysizlar. Hozir turdim, kech payt 5:30 gacha kutib, 16 minut qolganda telefonimni qo'yib uxlaverdim. To'g'ri, o'zi uxlamoqchi emas edim. Ko'rib turganingizdek
117 pak уже chiqdi. Sразу sizlar shuni kommentga tushib yozib ketinglar, sizlarga kim tushdi. Mana bismillah aytib men ham sekin ochaveraman. Hop, yurdi menimcha. Vinni ber iltimos. Eden Hazard'ı berdi. Eden Hazard. No, Eden Hazard bizga kerak emas edi-da. Ha, mayli endi Vinni-da shu aytganimdek nimaga olamiz ekanda jetonga. Qani bismillah jigarlar. Jigarimi? Tezroq ochilmaysami? Bug bo'lib qoldi. Mana jigarlar. Hop. Ketdik. Vinni. Vinicius Junior. Bam. Bam. Xo'p jigarlar, bugungi videoda Vinni, Azar ikkigen mana qanaqadir bir intervyuchi bilan tushadik. Vinni full qilib streamlarda o'ynaymiz. Podpiska bosib qo'ysanglar, ikkinchi kanalda stream bo'ladi. Keyingi videolarda, keyingi streamlarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan har doim yurishim adlang bo'ldi.